Hurmatli hamqishloqlar, menga kelgan xabarlarga ko'ra, shu bugun bozorlarda yoqqa almashtirayotganlarni ko'rganlar bor. Odamlarimizni qo'yib qo'yganmiz. Vijdonlaringga kuydirgilar chiqsin. Bu erkaklardan chiqmaydi, biz ayollarimizdan chiqadi. Hanna deyotganda sizlar. Hannalaringda open byudjetga qilmay turinglar. Sizlardan iltimos. Iltimos emas, buyruq. Haqqingiz yo'q sizni. Shu yog'ingizni bir hafta yersiz, 2 hafta yersiz. Shu hojatxona ko'radi. Bir umr qishloqda yashaysiz. Siz vatan xoinisiz siz. Shuncha bolalarimiz, shuncha yigitlarimiz, qizlarimiz, ayollarimiz ko'chada yuribdi. Gadayga o'xshab kim bitta ovoz berar ekanda, bitta ovozga ko'zimiz uy belgiday bo'lib turgan bir paytda siz boshqa qishloqqa sotqilarni o'tib ketmang xoin bo'lib. Shu o'lsangiz shu tovutingizni mana shu xalq ko'taradi, bilib qo'ying. Agar juda muhtoj bo'lsangiz, muhtojlar kelinglar, nomlaringda umuman sir tutgan holatda shu yog'ni men sizlarga berishga yordam beraman. Bunaqa sotqinlik qilmanglar, kechirmaydi xalq.